Assalomu alaykum qadrdonlar, mana qudug'imizga nasos uстановkalar boshladik. Qudug'imiz bitdi. Обратникlar yangi nasos uстановka qilib tashlaymiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Quduq suvni berdi Xudo xolasa. Sakkiz 9 metr ko'ylab beton quyib chiqdik. 5 metrda suv bergan quduq. 5 metrda. Birinchi ko'ziga yetib berdi 5 metr. 5 metr bo'lsa 4 metr, 4,5 metr suv ko'tarildi hozir. Ko'ylab olgan joyimizdan beton quyib chiqqan joyimiz. Suv chiqish jarayonini ham ko'rsatamiz. Chiqqan shag'allari, toshlari, katta toshlar chiqdi, ularni yo'qotdik. Sekret, ularni aytamiz, haq yo'qotganimiz. To'g'ri bo'ldimi?